Assalomu alaykum o'rtoqlar. Men ismim Sayodbek. Sizlar bilan Nova platformasida ko'rishib turganimdan xursandman. Sizlar bilan sun'iy intellekt bo'yicha darslarni birgalikda o'rganib boramiz. Sun'iy intellekt darslarida siz nimani o'rganasiz? Rasmlarga ishlov berish, posterlar tayyorlash, har xil videolar tayyorlash, trendda ketayotgan mana bunday videolarni birgalikda tayyorlashni o'rganamiz. Men filmmakerlik sohasida 9 yildan beri faoliyatim olib boraman va biz ko'plab syomkalar, rasmlar va har xil loyihalar bilan ishlaganmiz. Lekin hozirda bizani kasbimizga ham sun'iy intellektning yordami juda ham katta kerak bo'lyapti. Ya'ni ko'plab reklamalar yoki rasm yanada yaxshiroq o'zimiz xohlagandek darajada chiqarishga imkoniyatlari kengayib boryapti. Va bundan tashqari siz bilan ChatGPT orqali sizga kerak bo'ladigan kontent tayyorlaydigan, undan tashqari prompt yozuvchi botlarni yaratishni o'rganamiz. Ishimizni nimadan boshlaymiz? Google'ga kirib olamizda bizga kerak bo'ladigan saytlar bor. Ya'ni birinchi platformamiz bu ChatGPT. Kirganimizdan keyin to'g'ridan to'g'ri siz u bilan gaplashib ketishingiz mumkin akkaunt kiritmasdan, lekin siz bergan ma'lumotlarni saqlab qolmaydi. Kerak bo'ladigan narsalarni keyin boshqa akkauntdan kirsangiz yoki boshqa kompyuterdan kirsangiz qayta topa olmaysiz. Shuning uchun siz ro'yxatdan o'tib qo'yishingiz kerak. Ya'ni registratsiyadan o'tib qo'yishingiz kerak. Registratsiyadan o'tish uchun eng yaxshi usullardan biri bu sizda Google account orqali o'tadigan bo'lsangiz, bu Google accountingiz orqali ko'plab loginlari, parollari o'zida turadigan bo'lsa, instrumentlaringizni almashtirganingizda, ya'ni device-laringizni, telefoningizni yoki kompyuteringizni yoki planshetingizni o'zgartirganingizda u ma'lumotlar Google accountingizga kiritishingiz bilan sizga yana qaytib kiradi. Bizda hali akkaunt yo'qligi uchun kirish qilamiz. Sign up. Xo'p, Google account orqali o'sha kirdim. Kirganimizdan keyin bizda instruksiyani ko'rsatishim mumkin. Menga hozir kerak emas. Xo'p, akkauntimizni o'tib oldik. Bu yerda akkauntimizni, ya'ni menda o'zi akkauntim bor, sizlarga o'rgatish uchun boshqa akkauntdan foydalanyapman. Select akkauntni upgrade orqali siz sotib olishingiz mumkin. O'zi ChatGPT tekin versiyasidan foydalansangiz bo'ladi. Pulli versiyalari nima uchun kerak? Pulli versiyalari anchagina aqlliroq, savollarga tezroq javob beradi va ma'lumotlarni yaxshi olib boradi va ularda limit yo'q. Ya'ni tekinda yozganingizdan keyin 24 soat ichida qanchadir xabar yoki ma'lumot almashishingiz mumkin xolos. Ya'ni ko'p ma'lumot almasha olmaysiz. Free, Go plus Pro tariflari bor ekan. Bu yerda bizga o'rtacha hisobda plus tarifi ham yetarli bo'ladi. Lekin avval ChatGPT bilan yaxshiroq kirishib olish uchun, ya'ni uni tushunib olish uchun birinchi free variantidan foydalanib turamiz, ya'ni tekin variantidan foydalanamiz. Tekin variantidan foydalanishimiz nimaga kerak? Avval behuda emas, qanaqa ishlatishni o'rganaylik. O'rganganimizdan keyin qachon kerak bo'ladigan bo'lsa, shu paytda sotib olib ishlatishimiz mumkin. Balkida sizga faqat tekin versiyasi ham yetarlicha bo'lar. Asosiy bo'limga o'tamiz. Bu yerda ChatGPTda siz o'zbek tilida gaplashsangiz ham bo'ladi. O'zbek tilini yaxshi tushunadi, yaxshi gaplashadi. Kerak bo'lsa, ko'pchilik shevada yozishi mumkin yoki imloviy xatolarga yo'l qo'yishi mumkin. ChatGPT o'zbek tilini juda ham yaxshi tushunadi. Bu yerda siz o'zingizni kerakli so'zlarni, qayta tekstlarni adabiyroq shaklda обработка qilib olishingiz mumkin. ChatGPT'ingizga agar siz uchun qiziqarliroq bo'ladigan bo'lsa, unga ism qo'yib olsangiz ham bo'ladi. Ya'ni filmlarda ko'rganmiz-ku, sun'iy intellektlarga, masalan, Marvel filmlarida Tony Stark o'z sun'iy intellektlariga ism qo'yib olgan, Friday, Jarvis degan siz ham xuddi shunday o'zingiz xohlagan ismingizni qo'yib olsangiz bo'ladi. Aytaylik, Juma deb nom qo'yamiz. Bo'ldi, ChatGPT'imiz o'zini albatta endi men siz uchun Friday bo'laman. Qanday yordam bera olaman do'stim? Do'stim deb murojaat qilyapti bizga. Endi siz o'z ismingizni kiritib qo'yishingiz mumkin. Aytaylik va buni o'z xotirasiga saqlab qo'ydi. Endi qachon kirib turib, bugunmi, ertagami yoki bir oydan kirib turib shunchaki yozsam ham, u menga o'zim ismimni aytib murojaat qilishni boshlaydi. O'zingizni qiziqtirgan savollarni bu platformaga berishingiz mumkin. Aytaylik, O'zbekiston 1900 mustaqillikka erishgan bu kun hozir ham har yili mustaqillik bayrami sifatida nishonlanadi.
batafsil ma'lumot beryapti endi. Oxirida savollar beradi. Ya'ni agar xohlasangiz, men bu mavzuni yanada chuqurroq iqtisodiy islohotlar, xalqning hayotidagi o'zgarishlar yoki mustaqillikdan keyingi siyosiy taraqqiyot haqida ham batafsil tushuntirib bera olaman. ChatGPTdan shu tarzda foydalanib ketishingiz mumkin. Ya'ni savollar yoki boshqa narsa. Bu biz uchun nimaga kerak? Agar siz to'laqonli ingliz tilini bilmasangiz, o'zbek tilidagi o'zingiz xohlayotgan har qanday narsani to'laqonli yozib, bu narsani prompt shaklida so'rasangiz, ya'ni bizga sun'iy rasmlar yaratish uchun yokida videolar yaratish uchun bizga prompt kerak bo'ladi. Ya'ni o'zingizni miyangizda xohlayotgan narsalarni sun'iy intellektga tushuntirib berish. Va bu narsalarni o'zbek tilida tushunish juda ham qiyin sun'iy intellektlar uchun. Ya'ni biz foydalanadigan saytlarimizda miyamizda turgan har bitta fikrlarni ChatGPTga to'liq yozib beramiz va u bizga ingliz tilida to'g'ri va chiroyli qilib promptlar yozib beradi va o'sha promptlardan foydalanib biz rasm yoki videolar yaratishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, endi keyingi platformamiz bu Xfield. Xfield AI. Bu AIda sizga kerak bo'ladigan hamma sun'iy intellektlar bor. Ya'ni video tayyorlash yokida rasm tayyorlash yokida translationlar, har xil animatsiyalar, videolaringizni edit qilishingiz mumkin. Bundan tashqari assistentlari ham bor, o'zini maza qilib foydalanishingiz uchun kerak bo'ladigan sayt. Va bu saytga kiramiz, ya'ni sign up, yana ro'yxatdan o'tish, Google account orqali ro'yxatdan o'tamiz. Chunki nomimizdan so'raydi va bu nom orqali o'tdim. Connection. Уже bize ro'yxatda Xfield saytining ro'yxatda bormiz. Zagruzkamiz tugaydi va bo'ldi. Biz bu ro'yxatda bormiz. Unchalik qiyin emas. Уже kirganingizdan keyin birinchi holatda siz kimsiz, nima maqsadda foydalanmoqchisiz degan mesej beradi. Ya'ni men filmmakerman. Xo'p, jamoangiz kattaligi qanchalik? Aytaylik, siz o'z yolg'iz ishlaydigan bo'lsangiz, just me, ya'ni o'zim, yokida 2 dan 10 gacha, 11 dan 50 gacha, 51 dan 500 gacha, 500 dan 2000 gacha va hokazo va hokazo. Bizani qayerdan topdingiz degan ma'noda, friends. Qanday narsalarni kashf qilmoqchisiz, ya'ni yaratmoqchisiz? Image creating qilamiz. Unga video creating ham qo'shamiz. O'zimizga kerak bo'ladigan har bir narsani qo'shib qo'ysak bo'laveradi. Bizga hozir image creating va video creating. Xo'p, bu yerda chegirmalar mavjud, har xil boshdan operator reklamalari va kirib oldik. Xo'p, vizual effektlar birinchi bo'limimizda har xil o'ziga kerak bo'ladigan har narsani bu yerda kashf qilib olsangiz bo'ladi. Xo'p, bu yerda video effektlar, shu narsalarni birgalikda qanday qilib yaratishni o'rganamiz. Bundan keyin bulardan foydalanish uchun pricing bor, ya'ni sotib olish. Bu yerdan sotib olasiz, ya'ni subscription sotib olasizda o'zingizga kreditlar olasiz. Kreditlar bular nima? Siz tayyorlaydigan videolaringizga kredit hisobida pul to'laysiz. Ya'ni kredit deganda bankdan oladigan qanaqadir kredit emas, valyuta birligi, bu yerdagi valyuta birligi, saytning ichidagi valyuta birligi va siz u kreditlarni sotib olishingiz kerak. Ya'ni bu yerda qanaqa kreditlar bor? $9 ga oyiga 150 ta kreditimiz bor. Pro darajasidagida 600 ta kreditimiz bor. Ultimate price'imizda bizda $39 evaziga 1200 ta kredit olishingiz mumkin. Va $99 evaziga, ya'ni bugun bu slishkam darajada arzon narx, $99 evaziga skidkaga tushgan hisobiga 6000 ta kredit olishingiz mumkin. Men o'zim Ultimate tarifidan olganman, ya'ni menda 1200 ta kredit bor. 1200 ta kreditga hozir ko'ramiz nechta video tayyorlasak bo'ladi. Xo'p, bizga kerak bo'ladi create video. Kling 2.5 turboda biza bitta video tayyorlashimiz 6 ta kredit bo'lar ekan. 6 ta kredit bo'ladigan bo'lsa 5 sekundlik 200 ta video tayyorlashlaring mumkin. Men o'zim ko'proq Google Veo 3 Fast'dan foydalanaman, ya'ni premium darajasidagidan. Google Veo Fast 3 da skidka bilan 22 ta kredit evaziga video tayyorlashimiz mumkin ekan. Endi buni ko'ramiz. 1200 ta kreditimizdan bo'lamiz 22 ga. 54 ta video tayyorlashimiz mumkin. Videomiz davomiyligi
5 sekunddan 10 sekundgacha bo'ladi. Hozir endi ko'ramiz, Sora'da qancha video tayyorlasak bo'ladi. Bu yerda 93 ta kredit evaziga siz video tayyorlashingiz mumkin. Videolaringiz qimmatroq kreditda bo'ladi, lekin sifat darajasi yanada yaxshiroq bo'lib boradi. Xo'p, formatlari bor. Ya'ni bu yerga siz prompt yozasiz, sizga kerakli bo'ladigan videoni o'zingiz tushuntirib berasiz. Men tayyorlagan video, ya'ni oddiygina rasmni tashlaganman va bu rasmni harakatlantirishni so'raganman. Ya'ni kamera harakatini so'raganman. Rasmda kamera xona bo'ylab harakatlansin degan prompt berganman va mana bunday chiroyli video chiqqan. Ya'ni interyer dizaynerida ishlovchilar uchun bu yana ham qulay. Ya'ni siz renderini juda ham ko'p vaqt video tayyorlashda bilaman, render juda ko'p vaqt oladi. Shunchaki rasmni o'zini olasizda, sun'iy intellektga joylab, siz o'ziga kerakli mana bunday rasmdan mana bunday video tayyorlashingiz mumkin. Videoni boshdan qo'yaman. Mana bunaqa video tayyorlashingiz mumkin ekan. Xo'p, bu siz berayotgan promptga qarab. Bugun sizlar bilan platformaga kirishni va nima darslar o'tishimiz haqida gaplashib oldik. Keyingi darsda sizlar bilan bizneslar uchun yoki o'zingiz uchun posterlar tayyorlashni o'rganamiz. Hammaga rahmat. Sizlar bilan Sayodbek Nova platformasida bo'ldi. Ko'rishguncha xayr.